sizni jozibador ko'rsatadigan eng kuchli magnitingiz nima ekanini bilasizmi? Bu sizdagi hazil desam ishonasizmi? Ha, aynan shunday. Ya'ni agar sizning munosabatingizda hazil hissi butunlay yo'qolib ketgan bo'lsa, sizda hazilga joy qolmagan bo'lsa, bilingki, siz unga keragidan ortiq bog'lanib qolgansiz va natijada siz u aytgan har bir gapga tez xafa bo'lasiz, ko'nglingizga olasiz va natijada o'zingizni, mustaqilligingizni deyarli yo'qdek ko'rsatasiz unga. Ya'ni erkaklar buni odatda til bilan tan olishmasa-da, aslida ular hayotga biroz yengilroq qaraydigan, biroz yumor bilan qaraydigan ayollarni ko'proq jozibali deb hisoblashadi. Ammo ba'zi vaqtlarda u sizni jahlingizni chiqarsa-yu, ammo uni o'rniga qo'yib qo'yish kerak bo'lgan holatdachi, darrov yig'lab, darrov xafa bo'lgan emotsiya bilan javob qaytarmang. Boshqa usuli bor. Ya'ni sizni jozibali va mustaqil, uning fikriga, uning so'ziga bog'liq qilib ko'rsatmaydigan holat ham mavjud. Ya'ni masalan, oddiy misol bilan avtor buni bizga tushuntiradi. Bordi-yu, qiz tirnog'idagi lak, masalan, oddiy bir misol, yigiti tomonidan tanqid qilindi. U shunday aytadi: "Bu hali boshlanishi. Keyingi safar men neon rangini tanlayman. Keyingi uchrashuvga ko'zoynak bilan keling" degan yumorni ishlatadi. Bu ya'ni shunchaki bir misol. Aslida siz o'z hayotingizni, o'z qonun qoidalaringizni o'zingiz bilasiz va shundan kelib chiqqan holatda siz ishlatadigan